Hop. O'sha mana tashqarida kunduz, ha? Da. Tashqarida kunduz. Hop, ana endi gambit ovoz kelgan tarafdan gambitni qidirish kerak. Lekin gambit bilmayman qayerda, to'g'risi. Nima qilib tashqariga chiqamizmi? Men daftar bilan Uy, bo'ladi. Klon ketdim shunda? Yo'q, hop, shoshma. Gambit shotda bo'lsa keladi. Logичный o'yla. Agarda klonni san eng yaxshi ko'rgan narsasini o'ldirsang, nimaga ketishi mumkin? Просто tak. Mamchi tong otayotganiga. Quyosh chiqishi ancha bor. Boy ham shu payt yurdi. Menimcha biz uncha ancha chizdan o'tdik. Shoshma. Kitobda qanaqa informatsiya bor? Men onasini emasam, bu kitob faqat oxirida kechikib informatsiya bersa. Xatingga ham sani, mana shu klon keldi bizga, mana Chiko degan klon keldi. Xatingga ham sani bor. Yo-mayo, brat. Shoshma, buni o'qish kerak. Chiko klonlar boshlig'ini eng ishonganlardan biri. Demak, bu vashit klonlar boshlig'i emas ekan bu, ha? Tasavvur qiling, klonni boshlig'i bo'lmagan, klonni shuncha kuch, klonni boshlig'i bo'lsa nima bo'lardi? Agarda bu klon bilan to'qnash kelsangiz, unga qadrli bo'lgan narsalarga zarar yetkazmang. Aks holda u sizni har doim ta'qib qiladi. Ana endi bu klon bizani har doim ta'qib qiladi. Nimaga? Kitob ertasiga yetmaydi, kelganlar risk yetmaydi, ha? Men tushunmayman. Men buni qarang. Stop. Bu konvert emas bu. Yo. Bu yana keladigan klonlarmi shunda? Demak, shunda atik 3 ta klon emas. Demak, klonlar ko'p. Voy! Bu degan darkentda juda ko'p qism bo'ladi va biz xuddi mana shunaqangi million marta qiynalamiz. Shosan, bursa turishni qara. Buni qara. Ha, 3 tagina-da, buni qara endi. Qancha ko'p. Qara, svet yondi. O'zi aslida klon kelish kerak, to'g'rimi? Lekin bu safar bu bizga atel uyushtirgan bo'lishi mumkin. Svet olib ketmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yoqqa mana buni yashirib qo'yaylik. Kitobni yashirib qo'yamiz-da. Ketdi gambit qidiramiz. O, tashqaridan svet yonibdi. Ana gambit aka, ana. O'qima qilasan, men aytdim shu yerda deb. Gambit aka? Gambit aka. Olgan, bizga rahmat qaratmayapti. Yaxshimisiz, Gambit aka? Stop. Voy, Yo'q. Ha, yo'q. Ha, suvni oz ekan, biladi. Suv ichida bekin olganda bo'ladi. Bratam, nima bo'ldi sizga? Gambit aka nima bo'pti, bratam? Gambit aka, lekin bizda emas, ayb o'zingiz chiqdingiz. Da, hammasi amaliymi? Da, yaxshi. Yo'q, endi xafa bo'lgan bo'lsangiz, to'g'risini ayting. Bunaqa bo'lmaydi. Serios, o'zim chiqdim aka. Nima qildi, urdimi, nima bo'ldi? Gambit aka, yaxshimisiz, aniq? Da. Qani menga qarangchi oldi? Ozgina aniq. Ha, shu. Ko'zlar joyida. Va do'stlar, nima bo'lgan taqdirda ham muhim va darkent videoning yana bir qismini ko'rdinglar va bu videoning 5-qismi chiqishini xohlasanglar hoziroq 101 ming like va 20 mingta obuna kerak. Hoziroq bosinglar va darkent 5 chiqadi. Let's go aktiviylar. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga 3 sondan yozib qoldiring. Chunki bizda 3 million obunachiga erishdik. Mana bu yerda esa bizdan yana bir yangi videomizni ko'rishingiz mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha